Putin urushni to'xtatmaydi. Donbass bo'yicha keskin qaror. Ukrainadagi urushda qancha o'zbekistonlik halok bo'lgani aytildi. Xitoyda 900 ta ilon qochib ketdi. Qishloqlar xavf ostida. Putin urushni to'xtatmaydi. Donbass bo'yicha keskin qaror. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan tinchlik muzokaralari bo'yicha takliflarni rad etayotgani va urushni yanada kuchaytirishga tayyorlanayotgani aytilmoqda. Reuters Kremlga yaqin manbalarga tayanib xabar berishicha, Putin Donbass masalasida hech qanday yon berishni istamayapti va rossiyalik harbiylar bu hududni yaqin orada to'liq egallab olishiga ishonmoqda. Manbalarga ko'ra, Ukraina dronlarining Rossiya neft infratuzilmasiga uyushtirayotgan zarbalari ham Kreml pozitsiyasini yanada keskinlashtirgan. Putin yaqin haftalarda bosimni oshirishi, frontdagi janglar esa yanada og'irlashishi mumkinligi aytilmoqda. Kreml esa bir tomondan tinch yo'l haqida gapirayotgan bo'lsa-da, boshqa tomondan urushni davom ettirish uchun yetarli kuch va imkoniyatga ega ekanligini ta'kidlamoqda. Bu esa Rossiya Ukraina urushida yangi va yanada xavfli bosqich boshlanishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Ukrainadagi urushda qancha o'zbekistonlik halok bo'lgani aytildi. Ukrainadagi urushda Rossiya tomonidan jang qilgan xorijliklar orasida eng ko'p qurbon bergan davlatlardan biri O'zbekiston bo'lib chiqdi. BBC va Mediazona surishtiruviga ko'ra, Rossiya safida halok bo'lgan xorijliklar orasida kamida 229 nafar O'zbekiston fuqarolari bor. Umuman olganda, urushda Rossiya tomonidan jang qilgan kamida 3589 nafar xorijlik halok bo'lgani aytilmoqda. Hisobotda qayd etilishicha, xorijliklarning bir qismi pul, fuqarolik yoki boshqa va'dalar bilan urushga jalb qilingan. Yana ayrimlari esa aldov yoki bosim orqali frontga tushib qolgan. Eng xavotirli jihati shundaki, halok bo'lgan o'zbekistonliklarning katta qismi Rossiyadagi qamoqxonalardan yoki mehnat migrantlari orasidan safarbar qilingan bo'lishi mumkin. Bu esa urushning Markaziy Osiyo fuqarolariga ham qanchalik og'ir ta'sir ko'rsatayotganligini ko'rsatmoqda. Shu tariqa Rossiya armiyasini to'ldirish uchun endi nafaqat o'z fuqarolari, balki xorijdan jalb qilingan migrantlar va mahbuslardan ham faol foydalanayotgani aytilmoqda. Bu esa urushning ko'lami va oqibatlari tobora kengayib borayotganligidan darak bermoqda. Xitoyda 900 ta ilon qochib ketdi. Qishloqlar xavf ostida. Xitoyning Guansi provinsiyasida kuchli suv toshqinlari ortidan fermadan qariyb 900 ta ilon qochib ketdi. Mahalliy rasmiylar suv bosgan qishloqlarda zaharli kobralar, suv ilonlari va boshqa ilonlar paydo bo'lganini tasdiqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda esa ilonlarning suv bosgan uylar va ko'chalar atrofida suzib yurgani ko'rinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, kuchli yog'ingarchilik oqibatida to'g'on yorilib, hududlarni suv bosgan va ilonlar fermasi vayron bo'lgan. Eng katta xavf zaharli kobralar bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Ayrim xabarlarda esa ilonlar chaqishi oqibatida bir ayol halok bo'lgani ham aytilgan. Hozir mahalliy shifoxonalar zaharga qarshi zardob zaxirasini oshirmoqda. Aholiga esa juda ehtiyot bo'lish tavsiya qilinmoqda.